Kuni kecha O'zbekiston musulmonlar idorasida mamlakatimiz diniy ma'rifiy hayotida tarixiy voqea. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti ilk magistrantlarga diplom topshirish tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir davomida bitiruvchi talabalarga diplomlar topshirildi. Hozir shu haqda. So'nggi yillarda 3 ta oliy va bitta o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi tashkil etildi. 500 yillik tarixga ega Mir Arab oliy madrasasining tarixiy maqomi tiklandi. Samarqandda hadis ilm maktabi, Surxondaryoda Imom Termiziy nomidagi islom instituti hamda shu nomdagi o'rta maxsus ta'lim muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy va Bahovuddin Naqshband nomidagi 4 ta xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasida va shu tizimda xizmat faoliyatini olib borayotgan barcha bizni kasbdoshlarimizga va xosatan Toshkent Islom institutida juda ham katta bugun bayram bo'lib o'tyapti, tarixiy kun bo'lyapti deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bugun biz ham mana shu Toshkent Islom institutini bundan bir necha yil, ro'parosa 23 yil oldin tamomlagan bo'lsak, biz ham mana shu magistrant bo'lishlikni orzu qilgandik. Bugun mana shu orzularimizni bugun 10dan oshiq talabalarimiz o'zlari tamomlab, ya'ni magistratura yo'nalishini tamomlab, yana ilmiy ishlarni davom ettirishni niyat qilib turibdilar. Shuningdek, Toshkent Islom institutining 55 yillik tarixida ilk bor 2024-yildan magistratura bosqichi yo'lga qo'yilgani alohida e'tirof etildi. Ma'lumot o'rnida hozirda mazkur institutda teologiya, islom ilohiyati, falsafasi va moturidiylik ta'limoti hamda teologiya, hadis ilmlari mutaxassisliklari bo'yicha magistrantlar tahsil olmoqda. Kelgusida mazkur institutda doktorantura ta'lim bosqichi ochilishi ham reja qilingan. Bu haqida mas'ullar o'tkazilgan tadbirda ma'lum qilishdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ta'lim tizimida tarixida ilk marotaba magistrant bo'lish bizga nasib qildi. Xudoga shukr. Bu prezidentimizni shaxsan o'zlarini tashabbuslari yordamida ochilganligi, bunda mana shunaqa yuqori martabali tashkilotlarning tashabbusi bo'lganligi bizga xursandchilik bilan birgalikda juda katta bir mas'uliyat hissini yuklaydi. Bundan keyin biz o'sha o'zimizga bildirilgan ishonchni oqlashga asosan harakat qilamiz. Diniy ta'limda mana shu darajaga yetdik, magistrant bo'ldik deb to'xtab qolmasdan, balki diniy ta'limni yana ham davom ettirib, doktorlik darajasiga erishishga harakat qilamiz. Tadbir yakunida talabalarga kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar tilab, ularga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Bitiruvchilar endi dinimiz rivoji uchun o'z hissalarini qo'shishda davom etishadi. Dovudxon G'ulomjonov, Jamshid Ibrohimov, Ovozda informatsion dasturi uchun Toshkent.